Ayjon, Labbay? qo'lingizni bitta beshbarmoq yeylik, mahsulotlarni olib keldim. Xo'p bo'ladi dedimda beshbarmoq tayyorlashga kirishdim. Agar o'xshasa bittagina like bosib qo'yasiz. Mahsulotlarni, grammlarini hammasini video ostida yozib qoldiraman. Go'shtlarni yaxshilab yuvib, qozonga tuz, lavrbargi solib suv to'ldiramiz va qaynab chiqquncha kutamiz. Qaynab chiqqach, ko'piklaridan tozalab, piyoz solib qo'yamiz va 2 soat qaynatamiz. Beshbarmoqni xamiri dirkillab chiqish uchun turon unidan foydalandim. 3 tagina tuxum va qaynatib olingan go'shtni suvidan solamiz. Qattiqini xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni bo'laklarga bo'lamiz. Zuvalachalar tayyorlab 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada qaynab pishgan go'shtni alohida olamizda, piyozni yirik qilib to'g'rab, sho'rvani suvidan solib, ustiga murch bilan bitta qaynatib o'chirib olamiz. Mazasi juda ham o'zgacha bo'ladi. Tingan xamirlarni qo'l yordamida yupqagina qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, xamirni kesayotganingizda mayda qilib kesib yubormang. Qancha yirik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Aytgancha xamiringiz albatta qattiqqina xamir bo'lishi kerak. Pishgan go'shtlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab kesilgan xamirlarni sho'rvaga solib qaynatib pishirib olamiz. Pishgan xamirni alohida idishlarga tortib olamiz. Go'shtlarini esa ustilariga chiroyli qilib terib chiqamiz. Beshbarmoq taomi sizga yoqdimi? Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, beshbarmoq xo'rlikka, Robiyangiznikiga mehmonga keling.